أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun sura Al-İmron'ninki 101. oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda Allah subhanahu va taala ahli kitobninki ahvolini so'zlab, mu'minlarga ahli kitobdagi azg'unlik ve başkalarını özünün yoluğa tartış, özünün hatalıqıga ortaklaştırış ahvalini agahlandırğandan keyin mu'minlarning növbətdəki ahvalini əsiltib. Mu'minlar to'g'ri yo'lni tepib bo'lgandan keyin qaytadan xatolig'iga takrar qaytishdan mu'minlarni agahlantirib davotidi. Astag'izu billah va kayfa takfuruna va antum tutla alaykum ayatullohi va fikum rasuluhu va man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Oyatni oldi bilan qisqacha tarjima qilsak, Allohning oyatlari sizlarga tilovat qilinayotsa va oranglarda Allohning rasuli bor tursa, sizlar qandaqmi kufrlisizlar, qandaqmi kafirlisizlar, yo'lni kaytiga qaytisizlar. Va man ya'tasim billah, kimki Allohga eng mustahkam esilsa, to'g'ri yo'lni topgan bo'ladi yoki to'g'ri yo'lni topadi. Endi ilgirki oyatda ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin bir agahlandirish kelgan. Ey mu'minlar, kim bu yo'lni tanlab bo'lgandan keyin ahli kitobga ergashsa, ahli kitobning bir birlik kishilarga ergashsa, ular sizlarni, sizlardan kim mashta qilsa, sizlarni iymon aytib bo'lgandan keyin kufr holatinglarga qaytirib agar itoat qilsanglar, bir agahlantirish berilgan-diya, tekrar agahlandırış ma ayette kilovatıdır. Yani mümin Allah'ını tunup boğandın kiyin, Allah'ın kitabı aldı da tilavat kılınavatıdır. Resulullah billah içide, yani bizge okşaş Resulullah'ın sünnetleri aldığımızda ma halette kayıtıdın yoldan çıkış bir eceblinlerlik ispitide, büyük bir ispitide oturga koyuluvatıdır. İlgirki oyatda deganimdek ahli kitobning bir bo'ligiga, ma'lum bir qismiga itoat qilsanglar, va ilgirki oyatda va oyatda qanday kufrga qaytsizlar. Asli bu oyatdagi bu mazmunning bir voqelik qarindoshlar. Endi Madinadagi yahudiylar shu vaqtning o'zida iqtisodiy gavda shularning qo'lida edi. Yani iqtisodiy nupuz shularning qo'lida edi. Chunki shu vaqtda ular savdo-sotiqqa usta, kim Madina tavasida pul mal qarz olmoqchi bo'lsa, shularning qishig'i berib, jazoni bilan, ya'ni yuqori o'sim bilan ulardan nima oladi, qarz oladi. Bu bir tarafi. Ahli kitobning shu vaqtdagi yahudiylarningki shu vaqtdagi bir alohidligi. Anlekin bular yana ilmiy ustunlik qotdi. Ya'ni shu vaqtning jamiyatiga nazar tashlasak, ular o'zini ahli kitob, bizning qo'limizda kitob bor, biz o'qiymiz, yozimiz, bilimiz deydi. Arablar, Madinadagilar yoki Makkadagilar, ular kitob ahli emas. Ko'pinchisi savodsiz, ne samaviy kitob yo'q, yoki o'qish yozishni o'qimaydigan bir kishilar. Bu bir ikkinchi alohidlikdir. Yahudiylarning o'z zamonasida. Uchinchi alohidligi bular jangga mahir xalqdi. Ya'ni bularning harbiy, askariy taraqqiyotimi shu vaqtda ustun edi. Masalan, sog'an qurg'onlari, masalan, qal'alari masalan mustahkam bir shaklda o'ziga mudofaa sepili qurgan. Ya'ni demak, shu vaqtida yahudiylarning boshqalardan o'zini yuqori tutadigan, faxrlanadigan, boshqalar ularga ko'z soladigan 3 alohidlik bor. Birisi iqtisod, iqtisodiy nupuz demak bu. Ikkinchisi ilm, ilmiy saviyasi yuqori. Uchinchisi jang mahoratlarini bilish. Aynı şekilde bugünkü vaqtda mı şu şekilde ketayotir dünya. Endi bular mashta bir ustunlikka ega turib, qana qiladi desek, kishilar orasida doim ixtilof, da'talash, urush qo'zg'aydi parda oqisida turib. Masalan, shu vaqtdagi misolni olsak, Aws bilan Xazrajning o'tirisidagi tugumas bir jangi jidal da'talashga o'xshash. Bu orqali bular masalan tijorat qiladi.
Masalan, Qur'on satadi, o'zi yasagan Qur'onlarni satadi. O'zi xotirjam, boshqalar urushyotdi. Urushayotgan yer deganda savdo-sotiq taraqqiy qilmaydi, yezigilik taraqqiy qilmaydi. Chunki urushayotgan bo'lgandan keyin tinch olmaydi. Tinch olmagandan keyin ishlab chiqarish bo'lmaydi. Shuning bilan mayli yeydiganni, ishadiganni yahudilardan oladi. Chunki yahudilar tinch. O'zining qurgan qal'alarining ichida mayli xotirjam yashaydi. Demak, bular boshqalar urush qilmasa, bularning tijorati kasatlashadi. Bu bir holat shakllangan. Shuningga yahudilar bir-biriga A qabilaning ittifoqdoshi bo'lgan bo'lib, bir-biriga A qabilaning ittifoqdoshi bo'lgan bo'lib, o'ttirdi nima chiqarib, urush chiqarib patpat. Urushda ketgan qurol yaroqlarni sotadigan gap, ketarlik lozimatlarni sotadigan gap, yemak ishmak sotadigan gap, mashta qilib o'zining taraqqiyotini urush orqali saqlaydigan bir vaziyat vatdi yahudiyda. Endi islom kelgandan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam Aws va Xazrajning o'ttirini birlashtirdi, ittifoqlashtirdi. Arab qabilalarining o'ttirini ittifoqlashtirdi. Bu orqali bir xil iqtisodiy yuksalish paydo bo'lib, ovulning qo'ldan elindi iqtisod. Musulmonlarning qo'liga. Ikkinchidan payg'ambar alayhisalom Qur'on naql qilish orqali musulmonlarni bir kitobga ega qildi. Samaviy ma'lumotga ega qildi. Ahli kitobning kitoblariga hukm qiladigan bir kitob o'rnida. Av to'g'ri, mau xato. Sizning av o'ydirmang, mau o'zgartirayotganing asli mau. Qur'on ahli kitobga hukm qildi. Tavrat, Injillarning xato to'g'risiga Qur'on hukm qildi. Shuning bilan bu nuqtadanmi burun Yahudi xristianlarga havas qiladigan savodsizlar yoki arablar endi quldi Qur'on bor bo'ldi. Endi esa sizning qo'lingda Tavrat bo'lsa, Injil bo'lsa, bizning qo'limizda Qur'on bor. Qur'on Tavrat, Injilning hammani amaldan qoldirdi. Sizning Tavrat, Injildagi ma'lumotlarning to'g'ri xatoligiga Qur'on hukm qiladi deydigan ilmiy holat musulmonlarda paydo bo'ldi. Buni bilan ilmiy nupuzmu ahli kitobning qo'lidan musulmonlarga o'tdi. Undan keyin arada bo'lgan voqealiklardan biz ko'ra olamizki, harbiy nupuzmu musulmonlarning qo'liga o'tdi. Buning birinchi qadami ham yorqin misoli Badr urushi. Badr urushidagi u qurol yaroqlarningki ozliq, oddiyligi. Musulmonlarning sonining ozligi bilan turib, zo'r bir qo'shinni yengdi. Ondan keyingi aqaqdan bo'lgan urushlardagi musulmonlarningki maydonlardagi mustahkam turishlari va g'albalari, qarshi tarafning mushriklarning yengilishlarining hammasi musulmonlarda harbiy ustunlik muhitini havosini paydo qildi. Bu ahvolmi yahudilarni g'amga solgan ahvol. Ya'ni ilgari mayli iqtisod jihatdan, mayli ilmiy jihatdan, mayli harbiy jihatdan o'zini ustun deb o'ylaydigan bu yahudilar bugun kun kelgan vaqtda hammadan ayrilib qoldi. So'ngan bular shunda bir o'yga keldiki, yo'q. Biz ilgirki nupuzimizni saqlab qolishimiz kerak. Bu arablar bu islom kelishdan ilgari qanday shaklda bizga bo'ysunib yashagan bo'lsa, biz bularni xalqancha o'ynay olgan bo'lsak, bugun shunday qilishimiz kerak. Buning uchun bularning o'tirisida o'ch adovatni qaytadan qo'zg'ash kerak. Bularni o'zaro so'qashtirish kerak. Bular ittifoqlashib qolsa bo'lmaydi degan bir shaklda o'rtaga chiqdi. Masalan, buning misoli Sha's ibn Qays ismli yahudi musulmonlar o'tirisidagi ittifoqlik, ularning yuzidagi mehr, muhabbatning ifodalari bir-biriga. Iymoniy birlik, masalan, do'stlik, chiroydagi kulimsirash, bu ahvollar buni uxlatmadi buni. Buni jim to'g'izmadi dediki, yo'q, vallahi deb qasam qilib turib, biz buni asliga qaytarishimiz kerak. Burunqidek adovatlashish kerak bular. Burunqidek urushish kerak. Agar buni birlashib qolsa, bizning muqimligimiz bo'lmaydi. Bizning xotirjamligimiz bo'lmaydi. Shuning bilan Avslar Xazrajning o'tirishga birisini avatdi. O shu paranglashib o'tirib hamdaliki hozir biz Yahudi, Arab deb bunda bak cho'ng farqlantirib olgan bilan o necha yuz yillar birga yashagan odamlar bo'lgandan keyin bir mahalning odamlari, bir shaharning odamlari tunishdi, aralashdi, munosabati va o'tirib necha yillar ilgariki Xazraj bilan Avsning o'tirida yuz bergan islomdan ilgariki Bu'as nomli bir urush bo'lgan, balki zo'r qirg'inchilik bo'lgan urush bo'lgan. Shu urushning gapini chiqardi bu. Bu urushda Avs
Hazrat üstüden yengende. Hem de birisler uruş degende yengen taraf, yengilgen tarafının yürükini izidi. Nurgullarını öldürdü, mal mülklerini talan-taraj kıldı, nurgun tacavuzsuzluklar buldu. Bunda bir echinishlik bir eslatmasi bo'ldi-da. Bu urush to'g'riliq. Gapni ochgandan keyin lan tabiiy insonchilikda yengan tarafning bir xil faxri va o'zini cho'ng tutib, ha, shu vaqtda biz yengandik degandek bir ahvol bo'ldi. Yengilgan tarafning yuragida shu vaqtdagi alam qaytadan qo'zg'aldi. Darhol atraf faxr qilib degandek, matraf o'zining echinishlik tarixidan ochiq g'azablanib degandek, hammasi qurollarini qo'lga elib aram qaldı birisi-birisiga qilich selish qildi. Bu ahvol Rasululloh yetgandan keyin Rasululloh bir bilik sahobalarni elib berib, bağa vaqti aram qağa vaqtimda urush qildi. Tas-taslam qağa vaqt. Shu vaqt Rasululloh dediki: "Abi da'val jahiliyyati va ana bayna azhurikum." Hey aranglarni men tusam, yani jahiliyatdagi bu ishlarni ko'tarib chiqamsizlar sizlar. Deb naytiliqi ochiq keldi-da Rasulullohninki. Yani Resulullah demek çoğunu bir yerde nimde hicil olmaysızlar. Allah'ın Resulü aranlarda. Allah sizinle İslam bilen aziz kılgan. İslam bilen cahiliyetle aranlarda bir tusak sağan. Burun öz adavatını yok olup özara birisi bilan ittifaklaştı olgan. Muşu gepler ulanı sel pest etti. Resulullah bu geplerini kılgandan keyin kural taşladı. Özara kucaklaşıp yığlaştı, Resulullah bilan qaytdı. Nayiti qo'rqinchli boshlangan bir kun güzel bir şekilde oxirlashdi. Endi mushu voqelik haqida o'ylanib baqsaqmi, shu vaqtdagi Yahudilarninki Aws Xazraj qabilalari o'tirdiki fitnani qo'zg'ash uchun koni qadimiy adovatni qo'zg'ash orqali quldan ketkizib qo'ygan saltanatni qaytadan qo'lga elishni eslab baqqanımızda. Andakin Resulullah'ın bulduğu sözlerini ve bu arkalık bu sözlerin tesirinde bula peskoygu düşüp kurallarını taşlap kalan, işlerine pişman kalan ahvallarını oylanıp baqqanımızda Allah'ın kitabı, Resulullah'ın ki sünnetinki, Müslümanların emeli hayatıda buluşu, Müslümanlara nispeten bir qoğduğucu korgan hesaplanıdı. Mesela bo'lgan ahvolga qarasak, 3 bosqichda qo'zg'aldi ahvol. Birisi eslatildi. Shuna urush bo'lgan. Ikkinchisi bu eslatning ichki dunyosiga qilgan ta'siri, g'azablanish mana shekilda. Uchinchisi darhol bu g'azabning ta'sirining ifodasining ko'rilishiga darhol qo'llarga qurolni olib, bu nima deytding degan bir shaklda o'rtaga chiqishlar. Endi Rasululloh sözlügen vaqtida del muş 3 iş yüz bergen bir şekilde qanda tertip bilan yüz bergen bolsa, şu tertip boyunca qana qildi, oxirlashdi. Avval qural tashladı, eng oxirida olgan quralni ya. Avval qural tashladi. Andan keyin o'zining sal ichki hayajonlari qana qildi, besildi ve burunqi xato aslimalarni tashladı. Rasululloh 3 ish eslatdi bularga. Birisi Ebida'vel cahiliye ve ana beyne azhurikum. Men aranglar tursam cahiliyetning meselesini qaytadan ko'tarib chiqamsizlar. Bu bir. İkincisi, Allah sizlarni islom bilan aziz qilib, jahiliyatdan o'tiranglarga bir tusoq serib, sizlarni boshqa bir inson qilgan tusoq. Bu ikkinchi ifoda Rasululloh qo'llangan. Uchinchisi, aranglardagi o'ch adovatni yo'q qilib sizlarni birlashtirgan. Bu 3 ibora bularda ko'rilgan 3 hodisani qanday tartib bo'yicha paydo bo'lgan bo'lsa, dal aksi tartib bo'yicha asta-asta bularni asliga qaytardi. Qurol tashlatqizdi, biroz sakinlashtirdi. Eng oxirida qilgan o'ylariga, qilgan ishlariga pishman qilib, qaytadan quchoqlashib, asldagi holatga qana qildi, keldi. Bu ahvol Yahudilarning planining so'g'i chilashqini bo'lgan bu ahvolda Yahudilar özünün planının soğuçlaşqanda naiti içi puşup bek echinishlik bir ahvol, yani bir xil azoblandı, yani asli xiyolida shu kundan bir o'ziga nisbatan umidchilikni ko'makchidi ular. Mushu ahvolni bizga naql qilgan ravi shu vaqtda nima deydi? Echinishlik, qo'rqinchlik boshlangan bir kun
qattiq güzel ahırlaştı devatıdı. Qo'rqinchli boshlangan kun güzel ahırlaştı devadı. Yani bir musibat bilan boshlangan bu kunning başlanışı. Ama ahirgi vaqtda, yani mesele ahirgi vaqtda nayeti güzel xotirjamlik. Endi misha kelgan vaqtida Maşta vaqalarninki biz deymiz endi paydo bo'lsin deymiz. Ammo paydo bo'lgan amaliyotda bir foydali ahvol. Yani nima desanglar bu bir immonit kuch paydo qiladi musulmonlarning ichida. Agar mushu ahvol Yahudilarning ashta bir o'tirig'i adovatlarni silishi, bu orqali qo'zg'ilib urush, jangidal qon to'kish ozliq qilishi, Rasulullohning so'zi bilan bularning keyniga qaytishi, mushu ahvol yuz bermasa, hamma normal. Ziyan zahmatga uchmagan, qiyinchilikka uchmagan odam pishib ketilmaganidek normal bo'ladi ya. Mash paydo bo'lgandan keyin va asliga kelgandan keyin bu yerda bir immonit kuch paydo bo'ladi. Chunki Rasululloh dedi ya, cahiliyetning ishlarini ko'tirib qo'yamizmi aranglar tursa, Alloh sizlarni manda adam tanlar islom bilan hurmatli qildi ya, asiltish. Sizda burun nimbatda adovat vatdi, 100 yillab xotirjam yashamaytinglar. Bugun xotirjam yashayapsizlar, asiltish. Bu orqali bularda manda ahvollar bo'lmaydi ekan deydigan. Bundan keyin mashta ahvollarning yuz berib qarashining oldini oladigan bir xil immonit kuch paydo bo'ladi. Endi biz mashta ahvolni har qitim shayton bizga hujum qilganida yoki dushman bizga yilimi kirsalish orqali o'zaro adovat, o'zaro bir-birimizga qarshilash turgan vaqtida mushuning ishlatadigan bir immonit do'risi sifatidagi immonit kuch paydo qiladigan do'ri sifatida qo'llansak bo'ladi mushuni. Bizga nisbatan güzel bir qissa, güzel bir hodisa. Yani bu yerda mu'minlarning o'tirisida bu shaklda bir xil o'zaro birlashish, sirtdan keladigan hilim mekir, shaytonning vasvasasiga qarta mudofaa kuchi, ya'ni immonit kuchi paydo qilishga kim sabab bo'ldi bilamizlar? Din dushmanlari sabab bo'ldi, Yahudilar sabab bo'ldi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Yahudilarning quli bilan kafirlarning quli bilan musulmonlarda ashta bir kuch paydo qiladi, change paydo qiladi. Dedik ya, agar bu masala paydo bo'lmagan bo'lsa, Rasululloh mushu gapini abida'val jahiliyati va ana bayna azhurikum degan gapini, shu narsani normal kunda o'tirmasga chiqiblam degan bo'lsa, anglablam o'tib ketadi. Bunun ta'siri qanchalik bo'lmoqchi? Ta'siri bo'ladi dedi tabii, ammo ma vaqa yuz bergandan keyin deyilganiga o'xshash ta'sir olmaydi. Yoki Rasululloh demay boshqasi desami, o'nchilik yerda oyatda bugungi o'qimoqchi bo'lgan oyatimizda baya kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullohi va fiikum rasuluhu degan mazmun shu. Rasulullohning oramizdan yo'qolmasligi, ya amaliy hayotida yo'qolmasligi yoki tirik jonliq sunnati bilan yo'qolmasligi, hadisda yo'qolmasligi, Allohning oyatlarining uzluksiz tilovat qilinishi, mu'minlarningki Qur'ondan ayrilmasligi, bu bizni dushmanlarning hilisidan saqlab qoladigan, har doim sirtqi hujumlarga qarata bir to'salg'i mudofaa safi shakllantiradigan bir immonit to'g'risi bular. Bu ahvolda sizlar qandaqmi kufrul kayfa takfurun, qandaqmi keyin yani yanmaysizlar demakchi. Mu'minlar ikki xil narsani ching tutib turdi-mi? Mu'minlar asla bu yo'ldan yanmaydi. Bu yo'ldan qandaq ketmaydi, chiqib ketmaydi. Yani bu yerdagi Yahudilarning ahvoliga qaraganimizda, endi bu masala oyat shu shaklda bayon qilingancha biz davomli Yahudilarning gapini qilyapmiz, Aws Xazrajning gapini qilyapmiz. Bugungi dunyoda shu. Bugungi dunyoda ilmiy jihatda, harbiy jihatda, iqtisod jihatda dushmanning kuchi zo'r. Bular o'zining mushu ustunlikni saqlab qolish uchun har doim musulmon millatlarning o'tirisida hali milliy tuyg'ularni kuchlantirish orqali o'zaro milliy urushlarga soladi, irqiy urushlarga soladi va har xil urushlarga soladi. Oxirida foydaligini bular. Biz musulmonlar ashu voqelikdan olgan ibratimiz bo'lmag'achqa yoki esimizdan ko'tarilib qolgan bo'lg'achqa har doim dushmanlarning hiyla makrasiga o'ynayotimiz. Oxirida foydani dushman olyotdi. Ziyanni kim tortyapmiz? Biz tortyapmiz. Birisimiz o millat dedik, birisimiz bu millat dedik, birisimiz bu irq, birisimiz bu irq dedik ve bular sizib bergan kichik davlatchik rasullar, birisimiz falan davlat, birisimiz pukun davlat dedik. Birisimizning qashiga A keldi, birisimizning qashimizga B keldi. İkilisi o'xshash kafir islom dunyosininki kuchli kirishni xohlamaydi.
Birisimizni A qo'llaganda qildi, birisimizni ma qo'llaganda qildi. Oxirida oladigan foydani ular oldi, tatadigan ziyonni biz tatdik. Endi biz mushu ahvollardan qutulish uchun shu ahvolni bir o'ylamoq lozim. Qaraylik shularning ahvoliga. Allah subhanahu wa ta'ala Yahudilarning suiqasdini o'ziga qayturdiki, Yahudilar o'zining ahmoqlik bilan musulmonlarning o'ttirisini qanday qildi, kuchlantirdi. Musulmonlarda mushu xil hodisalarga qarshi o'zini saqlay oladigan, qo'riy oladigan bir mudofaa, immunitet kuchi hosil qilishga sabab bo'ldi bular. Masalan, deylik, Yahudilar Peygamber Aleyhisselam avvatilishdan ilgari jiq takrorlaydigan bir gap bo'tdi. Bir payg'ambar keladi, biz shu payg'ambar bilan birlashib siladigan ot İremni o'ltirgandek o'ltiramiz. Nima ish oldi bu gapdan keyin? Payg'ambar Aleyhisselam avvatildi. Yahudilarning bu gapini anglagan Madina ahli to'xtab tura. Mao Yahudilar davomli deydigan payg'ambarning gapi bo'tdi ya. Mana payg'ambar chiqibdi. Bular buningga agishdan burun biz qanday qilib olayli, agishib olayli. Mana bu shaklda. Yahudilar davomli Avsdan Xazrajni urushga sap qo'yib, o'zi ustun nupuzini saqlash orqali bularga yo'g'onchilik qiladi. Bularni izatdi. Bularning mol-mulklarini g'ayri shar'iy yo'llar bilan talon-taroj qiladi. Hamda payg'ambar alayhisalom shunda qutqaruvchi sifatida kelibdi. Yahudilarning qilgan shu qilmishi Avsdan Xazrajninki Rasulullohga agishga bir sabab turtki bo'ldi masalan. Demak, ahvol bu qadar. Bizga Allohning oyati tilovat qilinyapti. Rasulullahninki hayoti so'zlanyapti, hadislari so'zlanyapti. Biz nima bu yo'ldan chiqdikmiz? Aslo mumkin emas. Aslo mumkin emas. Ya'ni bu yo'lda ikki narsaga ergashgan odam, birisi Allohning kitobiga, Allohning oyatlari, Rasulullahning sunnati, hadislariga ergashgan odam aslo va aslo u yo'ldan sirtqa chiqib ketmaydi. Endi oyatga qaraganimizda, ya'ni oyat shu 5-dan nihoyat bir tahajjud ifodasini qo'llangan bo'lib, kayfa takfuruna billah. Sizlar kayfa takfuruna. Ma boshqa oyatni o'qib qoldim. Kayfa qandaqmi yo'ldan chiqsizlar, qandaqmi kufrni tanlaysiz, qandaq iymon yanisizlar? Tabiiy mumkin emas. Ikki ahvol bo'lgan. Ya'ni Allohning oyatlari tilovat qilinsa, madam Rasulullahning hadislari, sunnatlari aramizda jonliqlan bo'lsa, agar sahobalarga qarasak, Rasululloh oranglarda bo'lsa, aslo bu yo'ldan keniga chekinish imkoniyati yo'q. Mumkin aqlga sig'maydi yani. Degan bir shaklda ta'ajjublanish ifodasi qo'llangan. Endi oyatning oxiriga kelganimizda va man ya'tasim billah, kim Allohga esilsa. Endi bu yerda qo'llangan ifoda ya'tasim. Men buni tarjima qilgan vaqtda Allohga esilsa deb tarjima qildim. Asli i'tasama degan lug'at ma'nida nimaga qo'llanildi desa, bir odam havo bo'shliqida pastda cho'nqur azgal yoki tushib ketsa, unga zarar etadigan bir yerga tushib ketish oraliqida sanglab qolgan va ustidan bir narsaga eslib olgan odamni i'tasama deymiz odatda. Shu Qur'onda Allohning og'amchisiga esilinglar ifodasi fa'tasimu so'zi bilan ifodalanganda fa'tasimu bihablillah. Allohning biyadimi va man ya'tasim. Allohga esilsa, chunki insonning xarakterida bir tushib ketish xarakteri bor. Yani boshqalar ko'tarmasa agar, insonni ustiga tortmasa agar, insonning tushib ketish xarakteri bor. Bu qanday o'qimandi bu? Oyatni o'qimadan xuddi inson havoda laylab qolgan, ustiga esilib, tashlangan og'amchiga esilib ustiga yamashmasa, ostiga tushib ketadigan bir holat shakllanyapti. Buning beshidilam Allah'ның ayetli tilovat qilinyapsa bir ifodasi var. Rasulullah aranglarda bo'lsa ifodasi var. Yani Allah'ның ayetlerinden Rasulullah'ның sünneti xuddi ayetning ifodasidan qaraganda bizga nisbatan bir og'amchi o'xshaydi. İnsan shu og'amchini tutish orqali ya ustiga chiqadi, o'zini qutqizib qoladi, ya pastga tushib ketdi. Rasulullah'ның hadisida mubogu Hakim Mustadrakda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadis. Taraktu fikum shay'ain. Aranglarda ikki narsani qoldirib ketdim. Lan tadillu ba'dahuma. Unnikini hargiz azmaysizlar. Birisi Allohning kitobi, mening sunnatim. Yani Allah'ның oyatlari, Rasulullah'ның sunnatlari bizga o'xshash insonlarni cho'nqur hangga tushib ketishdan saqlab qoladigan bir og'amchi. Endi nima uchun inson cho'nqur hangga eslib qolgan bir suratda tasvirlaymiz? Nima uchun?
Agar inson shu aqamchiga qisilmasa, tushib ketamdi. Endi Allohning zimindagi mahluqotlari qarindoshlar ikki xil yaratilgan. Birisi bundaymiz yo'l, mangadigan yo'linishi, qiladigan vazifasi hayotda belgilab etilgan mahluqlar. Bu bir. Yana birisi öz ixtiyorligiga qo'yilib erkinlik berilgan mahluq. Dunyoda insondan boshqa ko'zimiz ko'rayotgan va ko'rmagan butun mahluqotlar hammasi degudek qiladigan ishi, mangadigan yo'li, o'taydigan vazifasi belgilab etilgan mahluqlarning qatoridan. Yana xuddi bugungi vaqtda yana programmasi aniq qachilatilgan. Bu aş dunyoga kelgandan tortib, dunyodan ketganga qadar shu liniyadan chiqmay mangadigan mahluqlar, qolgan mahluqlar. Ammo illaki inson erkinlik berilgan, tanlash ixtiyorligi bo'lgan bir inson. Masalan, kunning bir kun osmondagi quyoshning chiqmaganini ko'rmaymiz. Suning bir kun o'z vazifasini yenivag'ini o'qimaymiz. Havoning bir kun o'z vazifasini chekinivag'ini o'qimaymiz. Hayotdagi mayli qanday jonliq bo'lsin, insondan boshqa jonliqlarningki o'z vazifasini chekinib, "Yo'q, men unda qilmaydim" deganni o'qimaymiz. Yo'g'on to'paq, kala, at tugularningki o'z vazifasini chekinib, "Miniman" desang, "Yo'q, minma." Seni o'ldirib yeyman desa, "Yo'q, yemaysan" deganni o'qimaymiz. Hammasi Alloh subhanahu va taolo belgilayotgan vazifani belgilangan shaklda ado qiladi, illaki insondan boshqa. Insonlar faqat va faqat tanlash ixtiyorligi berilgan. Bir yo'lda mengish mangmaslik, bir ishni qilish qilmaslik o'zining ixtiyorligidagi birdan bir mahluq. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo sura Hajda shunday deydi. Alam tara bilmamsa qaramadingmi? Annalloha yasjudu lahu man fis samawati va man fil ard. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. Qarang oyatga. Qaramadingmi? Osmondagi va zimindagi barcha mahluqlar. Depilib quyosh, oy, yulduz, tog', daraxt va hayvonlar va ko'p sonli kishilar Allohga bo'ysunadi. Ya'ni Alloh degan bo'yicha ma'noda Allohga sajda qiladi. Va kathirun haqqa alayhimul azab. Lekin ko'pincha kishilar azob bularga loyiq bo'lganki, bu yo'ldan chiqib deyotdi. Dunyoda insondan boshqa butun mahluqlar Allah o'rinlashtirgan bo'yicha shu yo'lda shu vazifada ma'noda illaki insonga Alloh subhanahu va taolo erkinlikni berib etgan. Unda bo'lgandan keyin nurg'unlari Allohga ergashadi. Öz ixtiyorligi bilan va nurg'unlari öz ixtiyorligi bilan u yo'ldan boshqa yo'lni tanlaydi, azob uningga loyiq bo'ladi. Allah mahluqotlarni sanagan vaqtda hammasini bir shaklda sanayapti. Illaki inson kelgan vaqtda ikki g'ayrat. İnsanның mandig'imi bor. Demakchimizki, bu yerda Alloh asli insonni xuddi boshqalarga o'xshash qildigan vazifasi, xarakteri belgilanib ketgan. Butunlay shu program bo'yicha hayotini o'tkazadigan mahluq qilib yarasam yarata oladi. Bu qudrat sohibi ekanligi biz boshqa mahluqlarda ko'ryapmiz uni. Butun mahluqotlarni shunday yaratdi. Ammo insonga kelgan vaqtda inson erkinlik. Nima uchun erkinlik beradi? Allohga bo'lgan mahbubiyatini, ya'ni Alloh o'zining mahbubligini insonning o'z ixtiyorligi bilan tanlashida ko'rish uchun. Inson o'ziningki Alloh qo'ygan sevgisini o'z ixtiyorligi bilan, erkinligi bilan Allohga ifodalash uchun, Allohga ko'rsatish uchun Alloh subhanahu va taolo insonni bu shaklda qanday qildi, yaratdi. Ya'ni inson shunday bo'lgan bo'g'achqa, ya'ni insonda tanlash erkinligi bo'lg'achqa, bir yo'lda mang'aman deb mang'alaydi, mang'mayman deb mang'may oladi yana. İnsanның ko'ziga ko'rinadigan, insonni o'ziga tortib turadigan bir nim bo'ladi, taraflar bo'ladi. Xuddi o't parvonalarni, kepinaklarni o'ziga tortgandek insonni davomli o'ziga tortib turadigan bir ahvol bo'ldi. Bu nuqtada inson ikki tortishning o'tirida qolgan bo'ladi. Ya'ni ikki bir hangning o'tirida tushib ketishga sangilab qolgan odamdek tasvirlandik ya. Astiga tortidi, pas, nihoyat go'zal ko'klik sular shaqirab turgan bir bog' shaklida ko'rinadi, nozik ne'mat shaklida ko'rinadi va undan boshqa insonni tortib turadigan har xil nozik ne'mat shaklida ko'rinadi. Inson istiqliqliq qarasa pastga tushishni ayta oson. Quyvasilar pastga tushadi.
xuddi pastga tushsa, mangulik nimaga erishadiganidek, rohat farog'at erishadiganidek, ko'ziga chiroyli ko'rinayotgan ko'rinishlar, chiroyli ko'rinayotgan manzarlar, nozik ne'matlar, mol dunyolar, chiroyli ayollar ko'rinib turdi. İnsan ashta bir maxluqqa esitib turdi. Past, men bayat degandek, har xil tasvirlar bilan insonni o'ziga tortib turdi. Endi inson ash pastga tushib ketib, ko'ziga ko'ringan shu xato ko'rinish hamda saxt ko'rinish, tushgandan keyin masala boshqa. Tushgandan keyin bayatdan tushishdan ilgari ko'ringan o'zining nozik ne'matlar yo'qaydi. O huzur halovatlar yo'qaydi. Chunki biz hamma yashab baqdiq bu hayotda. İntayin qisqa insonningki oladigan huzuri yoki yashaydigan vaqt intayin qisqa, oladigan huzuri cheklik. İnsoniga qanday inson bo'lib ketsin? Dunyoda mol dunyosi bo'lib, uning hammadan huzurlangan inson yo'q. Huquq, mansab, amaldor bo'lib, o'zining huquqini voy yetgan inson yo'q. Kambag'al bo'lib, ochlikdan o'lib ketgan inson bo'lmaydi. Hammaning belgilangan bir rizq bo'ladi, huzurlanadigan, foydalanadigan tarafi cheklik bo'ladi. Undan ortiq haq yo'q insonningki. U og'amchini qo'yib o'tib pastga tushgandan keyin ahvol tayinli qiladi. Ammo tushishdan ilgari uni shu qadar tatki, nihoyat sabrchan, mustahkam irodali inson bo'lmasa, og'amchini tutib turolmaydi. Ham insonni dal shu pastga tushib ketib aldınıp ketishdan saqlaydigan bir narsa nima desa, Allohning yo'liki qilma. Bu yo'l biz oyatning boshida o'qigandek tutla. Allohning bizga tilovat qilayotgan oyatlari bu. Rasulullahninki bizga qoldirib ketgan sunnat yo'li bu. Allohning oyati va Rasulullahninki sunnatidagi uni qil, buni qilma. Ne oylasak, onu qil, bunu qilma bizga nisbatan bir xafalik yoki mushkula yoki bir üstümüzge tushib qolgan bir jafo mushaqqat emas. Biz insonlar dunyosiga qarab baqaylik. Insonlar dunyosi inson bir mashinasidir. Masalan, misol olaylik. Mashinani yasagan bir inson unutmaydi-ki, bu mashinaning qo'llanma, tushuntirilish daftarini cho'qim mutlaqo setib olgan odamga tutqizadi. Ve setuvağıcıdan, qo'llanuvchidan mushu bo'yicha qo'llanishni taqozo qiladi. O inson varaqlaydi-ki, anda qilasiz, manda vaqtda pukuni sayminni almashtirasiz, manda vaqtda pukuni meyini almashtirasiz. Deb qo'llanish uslub turildi mana kitobda. İnsanning quvvatqani bu. Endi Alloh o'zi yaratgan insonga bir qo'llanish daftari, bir tushuntirish qo'llanmasi bermay tashlab qo'yish asla mumkin emas. İnson ashta bir maxluq hayotini deganimizda ixtiyor erkinlik berilgan. Ve insanın bir düşmanı var ki insanı her daim astığa qanaqib turadi, taqtib turadi. İnsan şu iki ishning o'tirida, yani o'zininki erkinlik berilgan bir tabiat bilan o'zini davomliq astığa tatib turadigan, astığa chaqirib turadigan bir düşmanı var iblis deb, shu iblisning ikkisining o'tirisidan qanday shaklda qutulib chiqadi desa, va may ya'tasim ayetning oxiridagi va may ya'tasim billah, kimki Allohga chin esilsa, Allohning shu qilma manhajiga esilsa, to'g'ri yo'lni shu adam qanday qiladi topadi. Bu yerdagi ya'tasim ifodasininki ifodalayotgan mazmunlari men bayatni tushundirgan mazmunlarning hammasini qanday qiladi o'z ichiga oladi. Amaliyotda o shayton bizni astiga shu qadar tortgan bilan vaqt kelsa, shayton hammadan ado-judo bo'ladi. Dedi-ku Sura İbrahim'ninki 22. ayetida va qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru innalloha va'adakum va'dal haqq. Mesela aydınlaşıp kıyamet bo'lgan vaqtida hisob so'roq oldimizga kelgan vaqt shayton nima deydi? Alloh sizga rasvoyatni qilgan, men sizga va'da qilganimni xiloflik qildim. Mening sizni tortib akagidek kuchim yo'qdi. Faqat qilganim nima? Sizlarga hamma narsani chiroyli ko'rsatdim. Sizni ashu chaqir qildim. Sizlar hadab ma'qul deb ovoz. Faqat chaqir qildim yerim bor. Fala talumuni. Endi menga gap qilmanglar, menga malomat qilmanglar. O'zingizga malomat qilinglar. Ma bugan deydi shayton. Ma bugan men sizni qutqizolmayman, o'zimni qutqizolmayman deydi shayton. Bu qadar masaladan voz kechadi shayton. Chunki shaytonning vazifasi o'tdi. İnsan shaytonning bu vazifasidan qutulishi kerak edi Allohga eslish orqali. Ayet bu noktalarni bizga nihoyat aniq yo'ritib beryapti. Amaliyotda bir kuch ikkiga bo'linadi. Birisi amaliy kuch. Shaytonda unda kuch yo'q. Yana birisi faqat chaqirish kuchi. Chiroyli ko'rsatish kuchi, vasvasa kuchi. Shayton dalmush xil kuchni ishlatadi. O har bir insonning yoqasini so'rab akib bir ish qilmaydi, faqat chaqiradi. Bir narsalarni boshqa shaklda ko'rsatadi. Men bayat dedim ya, eslib qolgan odam pastga qarasa, uni tatiyotgan har xil nozik ne'matlar ko'rinadi, go'zal ko'rinishlar ko'rinadi, go'zal manzaralar ko'rinadi. Qo'yib aytgandan keyin amaliyotga tushsa, hech kim yo'q. Shayton voz kechadi undan.
Şoň şeytan yuqarqı ayetde ma ana bi musrihikum ma bugan ma saraha asli arab tilining ma'na ifodalasida bir adam qattiq vaqasa yeni bir adamning uni qutqizuvagini saraha fildan türünüp chiqqan asra xabar ifodalanadi ya da har qancha qilib ketsanglar men seni qutqizolmayman deb o'zining qutqizolmaydiganligini ochiq oshkora e'lon qiladi şeytan. Ya'ni dersimizning oxiriga keldik vaqt munosabati bilan xulosalasak inson şeytanning chaqiriqining kuchi ve o'zining erkinlik berilgan tanlash huquqi xarakterining ikkisining o'ttirisida ve mush ikkisininki salbiy tarafidan yomon oqibatdan qutulish ustiga yamashgan bir hangning o'ttirida turayotgan bir maxluq. Bu ikkisi insonni ostidan chaqiradi. Üstüde fakat Allah'ın ağamçısı var. İnsan bu ikkisining qapqanaga, qismiqiga, oldisiga tushib ketmaslik uchun cho'qim ustidagi o'ziga tashlangan Allohning ağamçısıga mustahkam elishi kerak, eslishi kerak. Bu Allohning ağamçısı bizning hayotda dastur qilishimiz uchun avatilgan, Alloh tarafidan avatilgan Allohning kitobi, Rasulullahning sunnatidan iborat bo'lgan yo'ldir. Kim bunun qutulsa bu hangga tushib ketishdan qutlanadi. Allah subhanahu va taala bizni o'zining og'amchisiga mustahkam esildiganlardan qilsin va bizni pastga chaqirayotgan dushmanlarningki nafsi xohishimizning ilmi kirishdan saqlasin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.